Rahmat. Hayajonlanmang. Endi har qanday erkak ayollarni ko'rganda hayajonlanadi-da. Endi shuni ham hisobga olaylik-da. Hamma ham emas. Hamma. Hamma deydi. Siz nima, ayollarni ko'rsangiz hayajonlanmaysizmi? Nimaga hayajonlanish kerak? Yo, hurmat yuzasidan ham hayajonlanmaysizmi? Xudoga soldim karatchi. Shunchaki kulib qo'ydim. Yo'q. Sher o'zini o'ljasini ushlaganda nimaga hayajonlanish kerak? Akaratika bilan o'rdak go'shi. Opa, hayajonlandim deb turibdilar-da qulog'imga. Ha, buni bahonasi shuda bulardi hammasi. Javohir, juda ham xursandman. Bugun hayajonlanmadingiz. Juda go'zal tayyorlanibsiz. Rahmat ustoz. Oldingi safar Bilasiz ustoz, sizni ko'rsam hayajonlanaman. Ko'rdingizmi? Shohjahon ko'rdingizmi? Uka, bunaqa hayajonlanaversang uylanmay o'tib ketasan. Hayajonlanib yuribdi bu. Iltimos meni o'lja qilmanglar. Qarama shu opangga hayajonlanma, qo'y. Hech kimga o'xshamagan hayajoni ham bor ekan bu yigitda. hozir Shohjahon gapirmasin. Bu shu Dilnozaxonni ko'rsalar hayajonlanaveradilar. To'xtamasdan hayajonlanadilar. Askiya bu, askiya. Ya bu simiqda qara, bu hayajonlanib studiyasiga ham boryapti. Qarang. Yo, bu Hayajondan bu ustoz. chiqarmoqchi bo'lganda bu vohliroq chiqarib yuboribdi. Hali chiqarib ulgurganim yo'q edi, Javohir. Ha, billa borardik aytsang. O, assalomu alaykum, bratim, qandaysiz? Bular hayajonlanmaydilar o'shanga. Beraka o'zim ukam bu. Ana, Hayajonlanmaganlarda qabul qilmaydilar bu kishi. O'shaning uchun.